Bizda hozir mana nomerovkalarni soldik, telefon nomerlariga yozilgan, общий hisobda 20 ta odam konsult chaqirgandim, 20 tasi keldi. 20 ta odam ichidan men hozir tanlab olaman. Yana yozilganlar bor, ularni keyin chaqiramiz, lekin hozir nomerovkani tanlaymiz. Qaysi kelgan odamga tekin massaj qilayotganlar 10 kun, qaysi baxtli odam ekan, voy hayajonli damlar. Mana qizni qaranglar, bundoq aralashtirib yuryapman, idishga qilyapman, qaramayapman. Men bitta oy kutib turaman. Men chiqib qolsam dedi, mana qara, yana yaxshilab aralashtirdim. Tatam. 10 nomerli odam, nomerlarni bekitamiz. 10 nomerli odam, hozir telefon qilamiz, telefonni olib kelinglar. Yutganlarni aytamiz, tekin hammaniga aytishuvdi, iloyim men yutmaydi. Chunki kelgan onalarni o'zi bilmay qoldi, nima bo'lganini. Mana hozir telefon qilamiz. Tak. Telefon qilamiz. 99 180 91 87. Hozir telefon qilamiz, kontaktlarimizga qarang. Baxtli odam voucher yutib olishdi. Hop, işte asali bo'ldi. Yo'q. Mikrofon ulanmaganda. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, konsultatsiyaga kelib ketdingiz-a? Ha, kelib ketdim, hozir keldim. Kim edi bolangiz? Muhammad Ali. Zipper bola degandingiz? Yo'q, anaqa. 4 ta bolangiz olib kelyapsiz. Yo'q, bitta olib kirdim, anaqa Toshkentga, anaqa tadbir nimasini. Renga qilib keling dedi. Ha. Oysi, tabriklayman, massaj yutib oldingiz 10 kun. Voy, yaxshi. Mana so'raganingizmi, xayolimda yo'q edi. Ha, tabriklaymiz oyijonsiz. Mana hozir sizni nomeringiz chiqdi, 10 bo'lib kirgan ekansiz. 10 kunlik massaj yutib oldingiz. Kelib, bemalol mana shu narsani aytib, massaj olasiz. Men telefon nomeringizni hozir qoldiraman. 10 kunlik massaj teppa-tekinga olasiz. Rahmat, o'zi xayolimda o'tib turibdi, yutmasam edim deb. Ana yutib oldingiz, tabriklayman oyisi. Rahmat. Sog' bo'ling. Ishlaringizga Alloh barakatini bersin. Rahmat, kattakon. Xursand bo'lib ketsanglar bo'ldi. Rahmat. Kutganingizga rozi bo'linglar. Rahmat, kattakon. Rahmat. Assalomu alaykum.